Agar kim boshidan o'tkazsa shu narsani, birinchi boshida 135 kilo bo'lsam, 130 ga tushganda qanchalik xursand bo'laman. O 125 ga tushganda shunday ham gumon bilan qaraganman doktorga, ozdirarmigan bu. Endi 120 larga tushganda bo'lgan xursandchiligim chekiyor. 110 ga tushganimda ishonmaganman. Qanaqa nohot shunaqa bo'lar ekan. 108 yanvar oyida keldi, 108, 110 edim doktor sizga. Shu bilan endi bo'ldi deb mana to'g'ri 6 oy 7 oydan keyin orada bir marta keldim, konferensiyadan bir yoqqa ketgan ekan. Shu bahona bo'ldi-da, oxiri 3 ga bo'lgandan keyin azizga qayta shu doktor bo'ladi shunaqa. 98 ga tushganingizda rost xursand bo'lgansiz. 98 ga tushganimda xotinim, kelinlarim jirilladi. Negaki ular diyeta qilib ozolmadi-da, diyeta ovqat yeyishmasdi. Uchalasi diyeta qilib, bir karamni, bir balalarni yerdi-da. Men bo'ldi ovqat yeb turib, kuniga tushirdim. Kelin to'g'ri desam, katta kelinimdan og'ir edi bu. Katta kelinimni vesiga yetib, orqaga undan pastga tushganimdan keyin ular tarozga chiqmaydigan bo'lishdi.